Roblox, lekin bugun biz limon ferma ochamiz. Xullas, limon ferma o'yinimizga xush kelibsizlar. Bu bizning eski limon fermamiz. Bugun mana shu limon fermada biz milliarder, trilliarder, kvadrillion bo'lib ketishimiz kerak. Xullas, bizda qancha pul bor? Bizda trillion pul bor ekan. 13 trillion pul bor ekanda. Tak, buni upgrade qilaylikchi. Qancha pulimiz bo'ladi keyin? 13 trillion pulni upgrade qilib chiqyapti, mana qaranglar. Nechidamiz o'sha 900 ta. Bu pul qancha yig'ilarkan, eng qizig'i. Bor pulni shunga tikvardim. Nima bo'lsa bo'ldi, andisiliondan beryapti, lekin bizda 3 bor ekan. Xo'p, moyalar ochib chiqishimiz kerak, yangi joylarni. Atigi million ekan bularni ochish bo'ldi. Millionga ochishim kerak men hali. Menda million emas, menda 3 ey. Salla nima deyaptilaring? Davay yana ochamiz. Xiaomi debdi. Yo'q, menga hozircha kerak emas. Keyin modda anaqa referens qilsak bo'ladi bolalar. Bizda necha o'zi investorlarimiz? 200 billion investorimiz bor ekan. Menda 6 billion investorim bor. 200 billion investor olsam bo'ladi yana. Hozircha menga investor kerak emas. Men mana shu fermamni kuchaytirmoqchiman. Bu yerda kuchaytirishim kerak. Keyin narki tarafda yangi narsa ochilibdi deb eshitdim-da. O'sha yerga bir borib ko'rishim kerak. To'g'ri yursang o'sha yerga yetib olasan deb ko'rsatib. Nima bu? 10 minutda event ekan. Nima qiladi bu? What the heck? Nima bu bilmayman lekin. Olddan yurib o'tib ketatdim. Xullas. Yangi fermalar ochilibdi deb eshitdim. Bu o'yinda borib ko'raylikchi, yangi fermalarda nimalar qo'shildi ekan. Voy, o'zimiz ishlab chiqazamizmi deyman-ku limonni. Mana olaylik. Chotki. Ketdik. Nimalar beryapti bizga? Voy, g'alati qilib qo'yibdi-ku betlarni. Limonlar o'zimiz o'stirib teramizmi deyman-ku. Meniki qani? Mana sizniki botdi deb qo'yibdi, yu deb qo'yibdi-ku. Davay o'sha yuga borib ko'raylikchi. Tak, bet septilionga ochilar ekan. Menda qanaqadir son bor, o'zim ham bilmayman nima son bu. Okey. Limon ekishim kerakmi? Davay, limon ekaylik betga. Xo'p. Davay. Xo'p. Qanday ekamiz buni? Okey, ekdikmi? Menimcha ekdik bolalar. Men yana ochim ketdi. Bizga limon narsasi kerak. Buni ochish uchun yangi pul birligini o'ylab topishibdi bular. Qo'yin. Hop, limon. Yesak bo'ladi. What the heck? Nimalar qo'shib tashadi bular? Davay yana ochamiz. Full ochib boraveramiz. Pul ko'p, bizda pul ko'p. Pulni xavotirni qilma, Abdullajon. O'zim seni yoningda bo'laman. Xo'p, juices limon lion. Tak, bunisidan ekamiz, 7 ta berilar ekan. Tak, bunga ham bundan ochamiz. Yangisidan ekkanimiz yaxshi-da baribir. Xo'p, yondagilar kovlasa necha? 15 dan ber. Shu 15 dan beryapti yana. Xo'p, plus. Nima qiladi? Apply. Xo'p, hech narsamiz yo'q. Upgrade ham yo'q. Destroy, chopib tashlash. Yo'q. Chopmayman. Chop. Nima masallaga chopib. Xo'p, mana ekinlarni o'g'itlab berib tashlasak bo'lar ekan. Okey, o'g'it bersang nima bo'ladi bu? Tezroq o'satdimi shunda? Okey. Xo'p, bu farmni nima qilish kerak bilmadim. Xo'p, nomini, eng muhim narsa nom esimizdan chiqibdi-ku. Nomgacha nima deb qo'yamiz? Nomini qovun dalasi deb qo'yamiz. Dalasi. Chotki. Qovun dalasi. Men ko'rinmayapti men nomim. Qovun deb yozib qo'yaylik, cho'misa. Ana qovun. Chotki. Xullas do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastdagi kanalga obuna bo'lganinglar bizlarga keyingi videolarimiz ko'proq va tezroq chiqishiga yordam beradi, bolajonlar. Xo'p, okey, bu o'syaptimi? Daraxtimiz o'sayotgan ekan. Menda 10 ta limon bor. Bu limonni nima qilaman bilmadim lekin. Bu bizga nima beryapti? Juices limon deb qo'yibdi. Xo'p, qanday narsa yo'q. Buni oshirib bo'lmaydi. Buni nima qilish kerak? Hayronman. 1800 ga tuzatsak bo'lar ekan. U qanaqadir limon bir balosini anaqasi qo'shilibdi bu yerda. Bir balosini anaqasi qo'shilib ketibdi. G'alati bo'lib qopti bu lekin. Xo'p, bu daraxtlar o'syapti. O'sib bo'lgandan keyin nimadir ochilarmikin bu yerda? Xo'p, o'svaversincha ketdim men o'zim farmimga teleport qilaylik. Buni yesak nima bo'ladi shunda? Xo'p, yeyishga yeb oldik-da. Ekinlar bor ekan. Bolalar sotsak sotsak bo'lar ekan limonni. Voy, aytmaysizlarmi limon sotsak bo'ladi deb? Men bilmagandim. Men limonni yeyotman sotish o'rniga. Tak, sotib olishimiz kerak. Limon ko'chati kerak ekan bizga 20 ta ekan. Menda bor edi, men o'zimda limon ko'chati qolgan. Tak, yana bitta joy ochamizda. Buni ekib
Ek buni. Keyin undan tashqari bunga o'g'it berib qo'yamiz. Zo'r. Chotki bular. Limon pishibdi. Limon pishibdi. Riski limonlarni olamizda. Bularni sotamiz, bolalar. Men bularni ushlab o'tirmayman, bular sotaman. Уже mana 30 ga chiqdik. Endi bildim-da, yeyish kerak ekan o'zi bular. Yeyish emas, sotish kerak ekan. Men boydan beri yeyotman hamma limonni. Yengil ochamiz. TT yozyapti. Dotsilyonga ko'proq ber, menga ko'proq pul kerak. Not expended. No mayli, okey, sotaman. Dotsilyonga sotdik. Gold, thanks, rahmat dedi. Arzimaydi, bilsang bilarsan. Tak, okey, bunga ham o'g'itni beramiz. Chotki limon farmimiz o'sishni boshladi. Limon hosillariga kirishni boshladi bolalar. Ana bo'lmasa biza boyishni boshladik уже. Xo'p, limonni hammasini sotadigan 13 dan beryapti. 13 dan 3 ta sotsak. 74 bo'lib ketdi. Tak, limon ko'chati sotib olamiz endi. Qani, bizlar shopimiz boy sotib olish. Cleaning fertilizer, qanaqadir cleaning fertilizerlar bor ekan. Yangi shunga o'xshagan narsalar bor ekan. Tak, yangi joy ochamiz-da. Yana limon ekan.